Zo'r TV, Humo milliy to'lov tizimi hamda Centrum Air taqdim etadi. Hozir biz Centrum Air'ni Airbus A320 samolyotidamiz va bizga ovqat olib kelishdi. Qayerda ochishni bilmayapman. Bo'ldi, bildim. Rahmat. Qani nima ovqatlar bor, obzor qilib beraman. Bu yerda non, pirojni, somsa va nima deydi buni? Salatoniga botiringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Tog' va guruch. Menga yoqimli ishtaha, sizlarga esa yoqimli tomosha qilish. Barchaga assalomu alaykum. Siz Zo'r TV telekanalining omadli sayohat loyihasini tomosha qilyapsiz. Bugun biz Amsterdamdamiz. Bu shahar mo'jizaga boy shahar, sababi dengiz sathidan ancha chuqur bo'lishiga qaramasdan, chuqurlikda joylashgan. Assalomu alaykum. Chuqurlikda joylashgan bo'lishiga qaramasdan sayohatchilarni o'ziga tortib kelmoqda. Butun dunyo hayratlanadigan shahar, chunki bu yerda mashinalar juda ham kam. Hamma velosiped yuradi. Oshiqcha shovqinlarsiz, to'polonlarsiz, urushlarsiz. Hammaning yuzida tabassum. Menga qarang, men Parijda ham siz bilan edim. Nimaga bu yerga keldik? Chiroyli gapiryapsiz, davom eting. Kayfiyatim buzdingiz. Voy, men kayfiyat. Bu yerda hamma mashinada emas, balki velosiped yoki kemalarda yurish mumkin. Butun shaharni sayohat qilishingiz mumkin. Ayniqsa bu yerda to'g'ri emas, qing'ir-qiyshiq uylarni juda ko'p uchratasiz. Buni sababini ko'rsatib davomida aytib ketaman. Assalomu alaykum barchaga. Xayrli kun. Amsterdamdan quyoshli salomlar bo'lsin barchangizga. Yaxshimisiz Bahrom? Yaxshi, rahmat. Juda ham chiroyli ta'rif berdilar, hurmatli hamkasbim. Amsterdamga haqiqatan ham bu yer ham tarixiy, ham zamonaviy, ham romantik ko'cha, ya'ni romantik shahar desak bo'ladi. Aholi soni 900 ming bo'lishiga qaramasdan, velosipedlar shahri deb ham atashadi. Albatta. Velosiped bu yerdagi insonlardan ko'ra ko'proq. Va turistlar millionlab tashrif buyuradi. Eng ko'p o'g'lanadigan narsa bu yerda pul emas, velosiped ekan. Xuddi shunday. O'shuning velosipedga ehtiyot bo'ling. Lekin men peshkum yurishga harakat qilaman. Aha. Bugun ham ko'rsatib boshdan oxirigacha birgamiz. Parijda ham birga, Amsterdamda ham birga. Xullas, kayfiyatga kayfiyat qo'shish uchun va ayrim joylarda qiynalib qolish ma'lumotlar berishga yordam berish uchun keldim. Siz ma'lumot berishdan tashqari ingliz tilini ham zo'r bilar ekansiz. Albatta. Menga bu xarakteringiz yoqdi va men sizga Humo milliy to'lov tizimining maxsus kart edishini sovg'a qilaman. Voy, rahmat. Kartam qani deb qidirib yurmaysizda? To'g'ri. Aynan biz uchun kerakli narsa ekan. Safarda bo'lganingizdami, umuman o'zingiz ona vataningizdanmi? Qizlarning sumkasida tartib bo'lmaydi. O'shaning uchun men kart holderni olsak, shundoq olamiz. Juda ham chiroyli ochib, estetichna unaqalarni xaridlarni amalga oshiramiz. Rahmat. Sizga bir reklama berishga shunaqa chiroyli ta'riflar berasiz. Ketdik shaharda aylantiraman sizga. Ketdik, rahmat. Agar jonimga tegmasiz, ko'rsatib oxirigacha. Bahrom, bu narsa yeb olaylik. Men siz nima yeyapsiz? Oxla. Nima o'zi bu? Quritilgan mevalar. Yo'q, men apelsinlikni yaxshi ko'rmayman. Menda to'rt xili bor, xohlasiz. Vau! Hamkorlarimiz bor bo'lsin. Pulimizni berishadi. Dragon. Cho'ntagimizga quritilgan mevalar solib qo'yishadi. Papaya, marakuya. Ekzotika-ku bu. Xohlaganingizni tanlab yurasiz. Umringizda yemagan mevalaringizdan bir qarang. Yo'q, yeganman. Quritilganini lekin tatib ko'rmaganman. Ko'rish kerak ekan. Ham papayani olib berasiz menga. Nima uchun oxir ekan bu? Oxla. Mana yeysiz-ku mevani. Quritilgan mevani yeganingizdan keyin desa oxla.
Buni yeysiz, oxlaysiz, keyin yana xohlaysiz. Shoir Bahromiy. Qo'yani kelganini qarang. Sizga ochib berib ham ushamam ketamanmi? Qarang mana. Haqiqatan ham. Bilasizmi, ba'zi bir quritilgan mevalar juda qattiq va tishga yopishqoq bo'ladi. Bu ham quritilgan, lekin yumshoq, tishga yopishmasdan shunaqa. U qattiq quritilgan mevalar bor-ku. Sizni yuzingizga o'xshaydi. Bu yumshoqlar mening yuzimga o'xshaydi. Shunda men bezbet demoqchimisiz? Yo'q. Ha? Men yaxshi mana unda. Xafa bo'ldim. Bunisi o'zimga qo'yma. Xafa bo'lgan odam hammasini tashlab ketadi. Yo'q, men yaxshi ko'p qoldim. Sizdan xafa bo'ldim. Buni nima aybi bor? Oqlab ketaman. Voy tavba. Voy, buni chiroyli. Ular lolalar ko'p ekan-a? Mana shuni olib bering menga. Oling. Olib berasiz? Oling, ha. Tanlang xohlaganingiz. Eng e'tibor mashinasini birinchi olganingiz, birinchi tovarlik bo'ladi. Eng e'tiborlisi bilasizmi nima? Nima? Gollandiya lolalar vatani deyiladi. Hech eshitganmisiz? Voy! Eng qizig'i bilasizmi, avvallari men gul do'kondan gul olayotganimda gollandskiy namuncha qimmat desam gollandskiy derdi. Lolani, atirgulni. Men o'ylardim tupoy, bu gullar Gollandiyadan keladi deb. Aslida biznikilar Gollandiyadan urug'ini olib ketib o'zimizda yetishtirib sotishar ekan va u gulni turi, ya'ni navini yetishar ekan gollandskiy. Xuddi shunday. Va umuman olganda lolalar ochiladigan mavsumda tashrif buyuradigan bo'lsangiz, siz butun bir tasavvur qiling, butun bir katta maydonda mana shunday lolalarning har xil navidan, har xil ranglardan qator-qator qilib ekilgan dalaga ko'zingiz tushishi mumkin bo'ladi. O'sha payt kelsak bo'lar ekan. Siz Zulfat sessiyalar video olardi. Ketdi. Xudo xohlasa albatta kelamiz va sizlarga ham buni tavsiya etaman. Olib berasizmi buni? Olib beraman. Sizga uni olib beraman, menga buni olib berasiz. Bo'ldi, kelishdik. Men buni olib beraman. Qani keyinchi? Voy Bahrom! Voy kokillaringiz tushib qolsin. Yo, bu ana repeat etadiganlarki menimcha. O'ynang endi. O'ynang. Yaxshilab o'ynang. Dale. Tikdim. Ketdik, kiramiz. Ichkarida ham ko'p narsa bor ekan. Kiring. Men buni qo'ymayman. Olib berasiz. Hop. Yuring. Oling, uni ham olamiz. Yo'q, menga yo'qmi? Bilasizmi, Amsterdam san'at nafas olib turadigan shahar. Bu yerda har bir ko'cha, har bir bino o'ziga xos muhit yaratadi. Va sayohatning eng yoqimli tomoni nima, bilasizmi? Nima? Bugungi kunda xorijda to'lov qilish naqadar osonlashganida. Hozir buni real misolda ko'rsataman. Meni O'zbekistondagi oddiy Humo kartasi bor, lekin Alipay Plus tufayli u Amsterdamda ham bemalol ishlaydi. Rostdan. To'lov qilish uchun valyuta ayirboshlash shoxobchasini qidirish, yoningizda katta miqdorda naqd pul olib yurish yoki alohida xorijiy karta ochish ham shart emas. Hammasi juda qulay va oson. Bank hamkor ilovasini ochasiz, Alipay Plus bo'limini tanlaysiz va QR kod paydo bo'ladi. Keyin kassir kodni skaner qiladi va to'lov amalga oshiriladi. Shuni ertaroq aytmaysizmi? Men chet el valyutani ayirboshlab qidirib yurardim doim. Juda ham oson. Endi o'zingiz yoqtirgan pishloqni tanlang. Mazasini ko'ring. Birgalikda sotuvni amalga oshiramiz. Albatta. Buni yeb ko'ring. Mana biz o'tgangi safargi syomka jarayonida, ya'ni ko'rsatuv davomida Parijda kurasan yedik, a? Har bitta davlatning o'zini nima desammikin? O'zini vizitning kartochka deydimi, nima deydi? Tashrif qog'ozi bo'ladi. Parijda kurasan, bu yerda pishloq. Amsterdam shahrida pishloq. Aynan shunisini internetda ko'rgandim, juda maqtashgandim. 14 oylik pishloq ekan. Albatta. Pishloq qanchalik ko'p saqlansa, shunchalik mazali bo'ladi va narxi ham shunga yarasha bo'ladi. Bahromchi pishloq olasiz? Albatta. Deyarli 13 euro ekan. O'zbek so'mida hozir Alipay Plus ilovasini yechib olishadi, siz ko'rasiz. Xo'p. Demak, bank karta ilovasiga kiramiz. Kirganimizda mana Alipay Plus bo'limini tanlayman. Va mana QR kod paydo bo'ladi. Endi esa kassir kodni skaner qiladi. To'lov tasdiqlandi va hammasi bir necha soniya ichida
tayyor. Hammasi bir necha soniyada tayyor bo'ldi. O'zingiz ko'rganingizdek. Mana shu menimcha zamonaviy sayohatning eng zo'r hissi. Sen Amsterdamning eng mashhur joylaridan biridasan, xarid qilyapsan va hammasini o'zingning odatiy kartang orqali to'layapsan. Eng quvonarlisi esa bu faqat muzey yoki turistlar joyidagina emas, balki kafelar, do'konlar, supermarketlar, shopping, umuman hammasi tez va ortiqcha qiyinchiliksiz ishlaydi. Sayohat aynan shunday qulay detallarda yanada yaxshi. Hamza qarang. Sizga o'xshaydi. Oy, sizga o'xshaydi. Menga sразу o'xshaydi deysiz. Xo'sh, Qalay, kayfiyatlar? kayfiyat zo'r, sizda ayniqsa zo'r. Endi biz hozir bizni kuzatuvchilarimizga omadli sayohatda Amsterdamni nimalarni tomosha qilamiz degan savolga javob berish uchun otlandik. Men bilasizmi, ko'p davlatlarda bo'lganman. Menga asosan zamonaviy shaharlar yoqmaydi. Yo'q, sizga tarixiy yoqadi. Menga tarixga qiziqaman. O'z tarixdan yaxshi o'qiganman. Shuning har doim mana kecha o'tgangi safarga ko'rsatuvda ham ko'rgan bo'lsangiz, Parijda muzeyga borib juda yoqdi. Hayratingiz. Va tarixda nimalarnidir o'rganasiz-da. Xo'p. Nima demoqchisiz endi shu bilan? Shu bilan demoqchimanki, siz bu joyni Amsterdamda zamonaviy hamda tarixiy joylarni ko'rsating. Men yakka o'zim hamma joyda aylanib chiqmoqchiman. Shunda men bir o'zimga qoldirib ketyapsiz bu ishni. Ko'rsatuv sizga ishonaman. Men sizni va'da beraman, Germaniyada kutib olaman. Yolg'iz tashlab ketasizmi? Siz yolg'izlikdan qo'rqmaydi deyishgan-ku. To'ppa-to'g'ri, biz yolg'iz emasmiz, chunki bizni millionlab insonlar kuzatyapti. Biz ular bilan birgalikda Amsterdamni boshqatdan kashf qilib, barcha emotsiyalarni, hamma joyni, vibe'larni yetkazishga harakat qilamiz. Til bilgan odam hech qachon adashib qolmaydi. To'ppa-to'g'ri, men adashmayman. Yo'q, charchamang. Hayır, ko'rishamiz. Albagan, qarang lekin. Ketdik. Men Royal Palace Amsterdam qarshisida turibman, ya'ni Amsterdam Qirollik saroyi ro'parasida. Amsterdam Qirollik saroyi avval umuman saroy sifatida qurilmagan. U 17-asrda shahar meriyasi sifatida barpo etilgan va o'sha davrda Yevropadagi eng katta ma'muriy binolardan biri hisoblangan. Bino 1648-yilda qurila boshlagan, arxitektori mashhur golland me'mori Jakob van Kampen bo'lgan. Keyinchalik Napoleonning ukasi Louis Bonaparte bu binoga ko'chib o'tib, uni qirollik saroyiga aylantirgan. Saroy Amsterdamning eng mashhur maydoni Dam Square'da joylashgan. Bu yer doimo sayyohlar, ko'cha artistlari va jonli muhit bilan gavjum bo'ladi. Ichkari qismi esa haqiqiy san'at asariga o'xshaydi. Katta marmar zallar, ulkan lyustralar va qadimiy bezaklar hozirgacha saqlangan. Bugungi kunda ham Niderlandiya qirollik oilasi rasmiy qabullar va davlat tadbirlari uchun ushbu saroydan foydalanadi. Amsterdam botqoq hududda qurilgani uchun saroy minglab yog'och ustunlar ustida turibdi. Shu sabab ham shahardagi ko'plab qadimiy binolar birozgina qiyshiq ko'rinadi. Hozir esa biz mana shu maydonni sizlar bilan birga aylanib, kayfiyatini, ya'ni mana shu maydonning, shaharning kayfiyatini ulashishga harakat qilamiz. Catch your breath. Take a minute, pass your test. Ana, rasmga oling, videoga oling. Ano gap bor ko'z beradi. Mana ovqatimni, donimni yesam, akadan uchib kelasan qaytib deydi. Mana qo'limda qushga Amsterdamda beryapman. Endi qolgan. Endi bitta o'zing yeb qo'yma, hammaga beraylik. Uchaqa. Hoppa. Amsterdam haqida 5 ta qiziq fakt aytaman. Birinchisi, Amsterdamda kanallar soni 160 tadan oshadi. Shaharni hatto shimolning Venetsiyasi deb ham atashadi. Kanallar umumiy uzunligi esa 100 kilometrdan ortiq. Keyingi faktni kuzatish davomida aytib o'taman. Qayta-qayta ketdik. Ko'rib turganingizdek, aholi deyarli 100% velosipeddan foydalanadi. Va yana bir qiziq faktimiz,
Amsterdam aholisi umumiy hisobda 900 ming atrofida bo'lsa, velosipedlar soni odamlar sonidan ko'proq. Ya'ni velosipedlar soni 1 milliondan oshadi. Ko'rishingiz mumkin o'zingiz ham. Har qadamda Amsterdamda ko'prikka ko'zimiz tushadi va tabiiyki bu navbatdagi faktga sabab bo'lyapti. Chunki Amsterdamda 1200 dan ortiq ko'prik bor. Tasavvur qiling, kichkinagina shaharchada 1200 ta ko'prik. Va bu borada u Venetsiyadan ham o'tib ketadi. Ko'rishingiz mumkin. Ko'prik haqida ma'lumot bergandan keyin, bu manzarani ko'rgandan keyin qanday qilib undan foydalanmaslik mumkin? O'zingiz ayting. Va har qadamda 1200 ta ko'prik bo'lgandan keyin bu degani 1200 ta portcha, kichkinagina portchalar degan. Biz hozir bu yerga tushib, narx-navosini ham sizlar uchun aniqlab, sayohatni amalga oshiramiz. Ketdik. 1 soatlik sayohat ekan ko'prikda. Demak, adult, ya'ni 13 yoshdan kattalar uchun 15.50 yevroda va 12 yoshdan kichkinalar uchun, ya'ni 12 yoshgacha bo'lganlar uchun 11.50 yevroda. Bu taxminan 200 ming so'mlar atrofida bo'ladi. Lekin bu shunga arziydi. Yes. Okay. Have fun. Thank you. Biletlarni oldik va Hello. Oh, sorry. Mana ko'rdinglarmi, hayajon borda. Hozir 5:18, 5:30 da yurar ekan, belgilangan vaqtlarda. Roppa rosa 12 daqiqadan so'ng ketamiz. Amsterdamga kelganingizdan so'ng qilishingiz kerak bo'lgan shart ishlarni sanab o'taman. Va eng birinchisi qayiqda suv bo'ylab sayrga chiqish. Chunki bu sayr davomida siz butun shaharni kaftdek ko'rishingiz mumkin va bundan tashqari bu boshqacha romantik vibe beradi, kayfiyatingizni ko'taradi va har bir ko'prik ostidan o'tayotganda shu ko'prikka aloqador bo'lgan bir-biridan qiziq faktlar aytib o'tilar ekan. Ham fransuzcha va ham ingliz tilida barcha tushunarli bo'lishi uchun. Ayniqsa bu suvni, kanalni siz kechqurungi chiroqlar, yorqin ranglar ostida sayr qiladigan bo'lsangiz, xuddiki ertakka tushib qolgandek bo'lasiz. Amsterdamga kelsangiz, albatta Van Gogh muzeyiga boring, chunki u yerda mashhur rassomlarning noyob, nodir asarlari ko'rsatilgan. Kelib qo'yilgan. Bundan bahramand bo'lish shart. Bundan tashqari hozir biz sayr qilib ketayotgan ko'chalarga qaraydigan bo'lsak, ana shu tor ko'chalarda albatta video rasmlar qilish kerak. Chunki bu Amsterdamning eng Instagram'dagi ko'chalari. O'sha ingichka va qiyshiq har xil shaklda qurilgan uylar turibdi. Nima uchun degan savol tug'ilishi mumkin. Chunki oldinlari yer qimmat bo'lganligi uchun bu yerdagi fuqarolar kichkina maydondan yer sotib olib, uni balandroq va kattaroq qilishga harakat qilishgan. Chunki yerga to'lanadigan soliqlar juda ham qimmat bo'lgan. Amsterdamning har qadamida mana shu mashhur kartoshkalar bor. Hozir biz ham olib tatib ko'ramiz. Hello. Hello. The little one, please. Yes, with sauce. Yeah. Would you like sauce? Yes. O'sha o'zimiz qayta aytgan kartoshkani va nihoyat oldik va bu topish qiyin bo'lmagan mahsulotlardan har qadamda uchraydi. Turistlar buni albatta tatib ko'rish kerak. Mayonez bilan tayyorlangan. Hozir yeb ko'rishimiz ham mumkin. Kichkinagina bo'yakchasini. Hosilda o'zgacha tam. Menga yoqdi. Pretty pictures from the upward bound. When the thunder hits, it doesn't make a sound. World's in a hurry just to be let down. Wearing your worry like a wedding gown. Your body. Ayni damda biz Rembrandtplein, ya'ni Rembrandt maydonidamiz. Amsterdamdagi eng mashhur maydonlardan biri. Bu joy avvallari Botermarkt, ya'ni sariyog' bozori bo'lgan. 1876-yilda bu yerga mashhur rassom Rembrandt van Rijn, ya'ni haykal o'rnatilgan. Maydon Rembrandtplein deb ana o'sha vaqtda nomlana boshlangan.
Maydon markazining Rembrandt haykali Amsterdamdagi eng qadimiy saqlanib qolgan haykallardan biri hisoblanadi. Uni haykaltarosh Louis Roye yaratgan va haykal bir bo'lak quyma temirdan ishlangan. Rembrandt haykalida o'ychan holatda tasvirlangan, go'yo u o'zi yashagan eski Amsterdamga termilib turgandek. 2006-yilda Rembrandt tavalludining 400 yilligi munosabati bilan haykal atrofiga uning mashhur Tungi qorovul The Night Watch kartinasidagi 22 ta bronz qahramon qo'yilgan edi. Bu joy sayyohlar uchun juda mashhur foto zona bo'lib qolgan. Hozir Rembrandt Plain Amsterdam tungi hayotining yuragi. Atrofida ko'plab kafe, restoran, klub va ko'cha artistlari bor. Ayniqsa kechqurun bu yer juda jonlanib ketadi. Aytgancha, Amsterdamning yuragida bir inson sukutda turibdi, ammo uning suratlari butun dunyo bilan gaplashmoqda. Bu Rembrandt. Amsterdamga bo'lgan qisqa, ammo sarguzashtlarga boy sayohatimiz mana shu yerda o'z yakuniga yetmoqda. Va shu o'rinda bizni hamisha qo'llab turgan hamkorlarimizga alohida bir minnatdorlik izhor qilmoqchimiz. Birinchi navbatda dunyo bo'ylab sayohat qilishimiz uchun hamisha sifatli aviaparvozlarni ta'minlab beradigan Centrum Air aviakompaniyasiga va albatta to'lovlarni yengillashtiradigan Humo milliy to'lov tizimiga va yo'lda bizga shiringina hamroh bo'lib kelgan Oxla brendiga, quritilgan mevalarga va bundan tashqari boshlovchi imijini yaratishda yordam bergan FMB, ya'ni Feruza Po'latovnaga ham alohida rahmatlarimizni yetkazib qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Safarlarimiz hali oldinda.